Assalomu alaykum gaz balon kuzatuvchilari. Bugungi ish jarayonimizda Cobalt mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga Polsha, Italiya, Yevrotur оборудованиясini qo'yib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Blok upravleniyamiz Stack Gofas 200 Polshaniki. Injektorimiz ham Stack 024 Polshaniki. Reduktorimizga to'xtaladigan bo'lsak, italyanskiy AT12 reduktor. Zapravshniyimiz ham Korosli italyanskiy bo'ladi, Landrenzo firmasiga tegishli. Montajga ahamiyat berib qo'yinglar, o'rtoqlar. Montaj juda ham idealniy bo'lgan. Hech chiqarmaydigan fragment shlanglar bilan qo'yib berganmiz. Cobalt mashinamizga bilasizlar, 90 talik gaz balon ketadi. Hozir sizlarga gaz balonni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana 90 talik gaz balon uстановка qilib qo'yganmiz. Bagaj qismi ham idealniy darajada maksimalniy qolgan. Xo'p, chanaga to'xtaladigan bo'lsak, chanamiz hech qachon balonga ziyon keltirmaydi, chunki shunaqa yasalgan. Lentamiz ham ko'rasizlar, juda ham akkuratli. Gofri fishkalari bilan avariyniy klapanlari bilan qo'yib berganmiz. Kranimizga keladigan bo'lsak, u ham italyanskiy Landrenzo firmasiga tegishli kran. Sizlar ham kelsanglar, shunaqa sifatli mahsulotlar bilan akkuratli qilib o'rnatib beramiz. Xohlasanglar bo'lib to'lash variantlari ham mavjud. Bu videoni gaz qo'ymoqchi bo'lgan hamma tanishlarga jo'natib tashlaylik. Like bosishni unutmanglar. Hammalarni kutib qolamiz.